به نام خدا، درود و سلام خدمت مردم خوب ازبکستان. مهندس نظری هستم از ایران. حدود 2 سال در ازبکستان در بخش مشاوره های باغ‌های ازبکستان فعالیت دارم. سلام hurmatli bog'bonlar, Bismillahirrahmanirrahim. Ismim Muhsin Nazari, Eronlik agronom. 2 yildan beri O'zbekistonda shu qishloq xo'jaligi bo'yicha, bog'dorchilik bo'yicha ishlab yuribmiz. Ariyashmi firmasi tomonidan o'z tavsiyalarimizni beryapmiz. در حال حاضر اومدیم منطقه چهارتاق از استان نمنگان ازبکستان و بازدید از یه نهالستان باغ بادام. Chortoqdamiz, Namangan viloyatining Chortoq tumanidamiz. Bodom nihol ko'chatlari bog'idamiz. همونطور که میبینید نهالستان بسیار خوبی هست. درختای مثمر خوبی دارن از بادام. Bodom ko'chatlarimiz ko'rib turganingizdek holati yaxshi, juda chiroyli. خدا رو شکر مشکل خاصی ندارن از نظر تغذیه، فقط یه ذره مشکل آبیاری دارن که اینو گفتیم که با زدن یه حوضچه‌ای برای ذخیره آب میشه کنترل کرد. Deyarli ko'chatlarimizda umumiy holat yaxshi, muammo yo'q deyarli. Faqat shu muammomiz sal suvdan stress, suv tanqisligidan stressga tushgan hozirroq. Buni ham xudo xolasa bir hovuz qilib kapelni qilamiz inshaalloh. Bu ham آفات و بیماریایی که داره تو این منطقه کنه هست، شته هست که اینا رو میشه با سمهای سیستمیک مهار کرد و یه سری بیماریهای قارچی هم میشه از قارچکشا استفاده کرد، مثل تبوکونازول، آزوکسیستروبین. اینا میشه مهار کرد. kam miqdorda hasharotlar ham bor. Bularda shu sistemik zaharlardan foydalansak bartaraf bo'ladi va zamburug'li kasalliklarga qarshi ham tebukonazol tavsiya qilamiz ishlatishni. Hozir bizni O'zbekistonda mana ko'rib turgan barcha bog'bon do'stlarimiz savollari bor-da sizga. Shu orqali bersak. Hop, men daraxt yaqinroq ko'rsataylik. Bog'bon ham chanta savol olsin. O'zbekistonda bog'bon mana shunaqa savol beradi. Respublikamizda 15-20 maylardagidan o'rgamchi kana bosadi. Bu ho bodom, ho o'rik, ho shoftola, hamma daraxtga. Ko'proq nima tavsiya berasiz? از ماه می بعد 15 کل ازبکستان مثلا هر جوری درخت بود کنه بیشتر اذیتشون میکنه. برای این توصیه‌تون چی میگه؟ بیشتر باغبانای پروبلمشون این است. بله، برای کنه در ازبکستان و همه جای دنیا برای اینکه بخوایم باهاش مبارزه بکنیم میتونیم از سموم طبیعی استفاده بکنیم، مثل صابون ها. اولویتمون اینه، یعنی اگر شما بخواید هر 2 هفته یک بار با صابون که هیچ محلول شیمیایی هم نیست این درخت رو و اون گیاهتون رو بشورید، اون کنه کنترل میشه. نمیگم که کامل از بین میره ولی کنترل میشه. O'zbekiston bo'lsin, butun dunyo bo'lsin, misol kana uchun tabiiy narsalardan ham foydalansak bo'ladi. Misol birinchisi sovun, maxsus sovuni bor, kanaga qarshi sepilganda daraxtga ham barglarni yuvadi, ham kanalar ham qochishiga sabab bo'ladi. Badiyash بعدم در شرکت آریا شیمی ما سموم کنه‌کش خوبی داریم که سیستمیک هم هستن، مثل اسپیرودیکلوفن هستن، مثل آبامکتین ها هستن. اینا میتونن کنه ها رو کنترل بکنن. ikkinchisi misol zaharlarga keladigan bo'lsak, Ariyashmi Eron firmasida abamektin tarkibli Undan foydalanamiz. Spirodiklofen bor. Spirodiklofen bular ham yaxshi natija beradi, xudo xolasa. Cham mahalla Ketingi anaqamiz daraxt mana shu ko'rib turgan bo'lsak, orada bitta shoxi qurib qoladi. Maniloz deymiz biz. Maniliyoz, bale, maniliyoz part. Mana shu deyli mana hammasi ko'plab turadi, bitta shox orada qurib qoladi o'zidan o'zi. shu vasat yakta Bu shoxi boshlanishi nima sababi? Buni davosi qanaqa? عامل شروع شدن منیلیاز مثلا چیه؟ اینا برطرف کردن، پیشگیری، جلوگیریش چی کار کنه میشه؟ در یه زمانی وقتی نم میره بالا، اصطلاحاً در ازبکستان میگن، رطوبت میره بالا، بیماری قارچی اوج میگیره، مثل همین قارچ مانیلیوس که خودشون دارن توصیف میگن. اینا رو میشه با سموم قارچکش جلوگیری کرد، مثل آزوکسیستروبین، تبوکونازول هست که یونیفرم. O'zbekistonda misol endi asosan bahor oylarida namgarchilik
baland bo'lgan payt shu maniliyoz kasalliklari boshlanadi. Unda oldini olish uchun misol azoksistrobiin, tebukonazol tarkibli dori, ikkovi tarkib bo'lgan dorilarni ishlatsak bo'ladi. قارچکش‌های حفاظتی هست مثل تیوفاناد متیل هست، Himoyalovchilar topsin, tiafanat metil tarkibi. متالاکسیل مانکوزب هست. اینا رو میشه به دوره‌ای مصرف کرد که اینا حفاظت میکنن از درخت و اون عامل بیماری دیگه نمیتونه سرایت بکنه. u qaysi oilaga to'g'ri keladi? Deylik, birinchi buni deylik vaksinalashtirishimiz, buni himoya qilishimiz uchun. Avvalash kadom mohi bezaniyim ki masalan qabli shuruy malizi masalan duyemash kay bezaniyim topshimi kay istifoda qiling. Qadam ba qadam. بستگی داره تو چه گیاهی و چه میوه‌ای دارن استفاده میکنن. در گیلاس در یه تایم خاص خودشه، در بادام تایم خودشه. اونا رو بعد از تشکیل شدن میوه و در حد فندقی شدن که هست، اون موقع دیگه بیشترین حمله رو میکنه بیماری قارچی، باید استفاده بشه. Daraxtga qarab, sharoitga qarab, misol meva kuygandan keyin funduq Bizda chigitda deymiz. Ha, chigit razmerida bo'lgan paytda boshlash. O'sha paytda o'zi boshlash. O'zi boshlanadi, oldi ko'rinadi, o'zi may oxirlarida o'zi yuzaga chiqib ketadi. Shu payt o'zi birinchi ishlovimizni bergan bo'lishimiz kerak. چون زمان گل اگه استفاده بشه امکان ریزش گل ها هست. Gul payti agar ishlatib qo'ysak, balki gullarning to'kilishiga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib gul tashlagandan keyin, guldan o'tgandan keyin birinchisini bersak bo'ladi. Ketingi savolimiz bu, mana bu endi bu suvsizlikdan mana shu o'rtasida kuyish bo'ladi. Dog' bo'ladi yoki chirib tushib ketadi bu tomon. Yoki mana shu tomon qizarib o'zi bir no'xatday. Bizni tilda aytganda no'xatday dog' bo'ladi bag'ida. Hani bargosh yo so'roqmi shu yoki vasadash yoki so'zat olov kam bo'lish shoyat stressi olmayman ولی یک مریضی هست همه جاش سوراخ شد و قارچ میگیره. خب اینا باید دقیق بررسی بشه. خب عوامل متعددی هست، هم زنبورق ها هستن، هم کنه ها هستن. وقتی که در پشت برگ کنه فعالیت میکنه، کلروفیل گیاه رو از بین میبره و این باعث میشه که بعد یه مدتی حالت زردی و سوراخ شدگی ایجاد بشه. میگم هم بیماری‌های قارچی هستن، هم فعالیت شته‌ها و کنه‌ها هستن. باید دقیق تشخیص داده بشه. Buni o'sha paytda bir aniq tashxis qo'yish uchun ko'rish kerak, yo zamburug'li kasallik ham bo'lishi mumkin, ikkinchisi kana va shiralar bo'lishi mumkin. Shira va kana bargini orqa tomonini so'rganda shu yerda xlorofillar yo'qolib o'lib qolishi mumkin. O'rtada mana shu joy dog' bo'lib qoladi-da. O'shani kanani anaqasi bo'lishi mumkin, alomati bo'lishi mumkin. Vasat, faqat vasadash, shu dog'mish. اون از قارچ میاد؟ قارچه، بیشترشون قارچی. کوپه زنبورغلی کسانی. ما بیماری لب شتوری هم داریم که در هلو اگر میبینن به بادام هم این لب شتوری سرایت میکنه. Unga nima dorilarni tavsiya berasiz? Fors tilida lab shtori deydi, tuya labi degani. Endi o'zbekchasiga tarjimasini yana qo'yib ketamiz, xudo xolasa. O'sha kasallik tushganda teshik bo'ladi. Teshiladi. برای بیماری‌های قارچی من خودم شخصا ترکیبات مسی رو توصیه میکنم، مثل اکسیکلرومس و ترکیبات بوردو. Zamburug'li kasalliklarni oldini olishning eng yaxshi yo'li biz bordo va mis misni tavsiya qilamiz deydi. Ular navbatma-navbat ishlatilsa bog'larda davomiy shu kasalliklar kelib chiqishini oldini oladi. Demak, aminokislota, bor, sinklarni yoz davomida to'xtatmay ishlatish mumkin. Agar amino asid و روی بارم تو وسط فصل میشه استفاده کرد. بله بله. در ابتدایی که گل تشکیل میشه، شکوفه یا گل نیاز شدیدی به روی، بر، مولیبدن و عناصر ریزمغذی داره. حتما باید یه مرحله سمپاشی بشه که بهش میگن ترکیب فروت ست. یه مرحله دیگه هم این فروت ست باید زده بشه. وقتی که میوه رو از روی گیاه برداشت کردید، اون وقت باید دوباره یه فروت ست زده بشه. Bahorda kurtaklarimiz ochilishni endi boshlagan paytda rux, bor, molibden, aminokislotaga bo'lgan talabi juda oshadi. Shu payt kurtagimiz yorib endi ochishni boshlagan payt bir marta ozuqani sepsak, rux, bor, sink tarkiblik o'zi bir tarkiblik umumiy kompleks o'g'itlar bor. Misol high effect degan o'g'itimiz bor. Uni kurtak yorishidan oldin va
hosilimizni tergandan keyin yana bir marta qaytib sepsak, kelasi yilgi kurtaklar tashkil bo'lishiga katta yordam beradi. Rux, bor, sink, molibden, aminokislota tarkibli o'g'it. Hozir sizlar aytgan dorilarni tavsiya berdingiz, mana shu yaqinroq ko'rsating. Bularni O'zbekistonni har bir viloyat rayonidan topish imkonimiz bormi? Biz bog'bon do'stlarimizga tavsiya bersak. Bu reklama emas, biz tavsiyamiz. Xuddi shunday. Tushundim. Boburxon aka, viloyatlarda bor albatta, masalan, vodiy bo'ylab Farg'onada, Namanganda, Chortoq tumanlarida, Toshkentda har qaysi viloyatda deyarli bir filiallarimiz bor. Agar aloqaga chiqishsa, filiallarning raqamlari berilib, bog'bonlarimizga to'g'ri tavsiyalar, agronomlik tavsiyalari ham berishimiz mumkin. Birovlar sizlarga agar iloji bo'lsa, mana shu raqamga telefon qilinsa, Shunday. sizlar o'zingizlar bir aloqaga chiqib, rasm videolarni tashlab bersa, tavsiya berib, dorilarni, Albatta. Muammo yo'q. Mana xudo xolasa bog'bon do'stlar, bulardan mehmonlarimizdan, yaxshi agronom mutaxassislardan sizlar yetib bora olmagan joyimizga mana biz qo'ldan kelgancha yetib borib, savollarni menga beradigan savollarni men ham bilmaganlarimni albatta mutaxassislardan so'rayman. Mana yana bitta mutaxassis bilan tanishganimdan xursandman. O'zbekistonga xush kelibsiz. O'zbekiston xush olishlar. Xudo xolasa hamkorlik qilib, O'zbekistondagi jamiki bog'larni rivojlantirib, kasalliklardan xolis qilish harakatda bo'lamiz. Inshaalloh. Rahmat sizga. Muvaffaq va firuz bo'lishdi. Qarsalib o'zingni. Oxiriga uni ham olib qo'y.